Otani g'amlari, fikrlari, tushunchalari bir tomonda, bolaniki umuman boshqa tomonda. Nimaga? Chunki dunyoqarashi shakllanadigan paytda sen bozorda yurgansan, guzarda yurgansan, safarda yurgansan, tarbiyasiga qaramagansan. Agar bolalaringni tarbiyasidan oshsa, birodar, safarga chiq. Vaqting. Agar bolalarni tarbiyasidan vaqting oshsa, tijoratga bor. Chunki bu rizq Alloh taolo senga kafillab qo'ygan narsa. Albatta bu mavzu, birodarlar, juda ham uzoq vaqtni talab qiladi. Mana sizlarga aytdim, yana takrorlayman. Har juma qoldirmay kelinglar. Chunki bu juma ikkita narsani o'rganib ketdik, misol. Borib bir hafta ichida shuni yo'q qiling uyda, tugatish ikkita muammo. Keyingida seni ikkita narsani olib ketasiz. Toki mana shu darslar tugashlik asnosida oiladagi o'zgarishlarni ko'raylik.